Anormal issiq. So o'g'lim 70 gradus issiq bo'libdi ekan. Odamlar o'libdi ekan. So. Bu o'ylaydan men bir odada bacha nima qilibsiz? Yashang o'g'lim. Xotinjon 17-18-salarga chiqish mumkin emas ekan. Oftob kuydirib o'ldirar ekan. Vayma qilmang, dadasi hamma yuribdi-ku, hech nima bo'lmaydi. Hozir men bozorga yetib kelay. Xotin lekin, men seni ogohlantirdim. Bilgan ishingni qil. Berdi aka. Ha, nima deysan? Issiqqa nimaga ko'chaga chiqding? Berdi aka, buncha vahima qilasiz, yuring non pishirib, o'tin olib bering. Issiqqa odamlar o'ylabdi ekan. Men ko'chaga chiqmayman. Qo'rqoq, men oftobga chiqaman, balo ham bo'lmaydi. Kelin oftobga chiqibdimi? Kelin to'xtang. Xotinim oftobga chiqibdi-ku, to'xta kuyasan. Berdi aka, dadajon, buncha vahima qilasizlar? Kelinjon menga ishonmadingiz-a? Hozir mana shu ko'ylakni oftobga o'tiraman. Yonib ketadi. Qarang. Dadajon yondi. Aytdim-ku senga yonatdi. Dadajon, ojon bozor ketgandilar. Ojonga nima bo'lgan bo'lsa? Issiq dedilar. Haqiqatan ham issiq ekan, lekin ko'ymadim. Ro'mol bog'ladim-ku. Sizlar nima qilibsizlar? Oyijon. Ona, dadam aytdilar sizga oftobga chiqmang deb. Ana, aytdim, qara nima bo'libdi senga? Muncha vayma qilasizlar, nima bo'libdi? Bir oynaga qarang ko'rasiz. Buncha vayma qildingizlar, oynaga qara deb, hozir qarayman oynaga. Qani? Bu o'ynayman, bir voh. Xotinjon. Onajon! Bu videoni qaysi viloyatdan ko'ryapsizlar? Sizlarda ham issiqmi? Kommentarda yozib qoldiringlar. Like eslaysan chiqmasin. Пир за любовью будет хорошо, все будет хорошо, я это знаю.